Akajon, yaxshimisiz? Rahmat, siz yaxshimi aka? Bitta ekran zapis yoqib qo'yaylik. Qo'yaveraman-da men keyin. Yo'q, chiroyli qilib. Gaplaringiz bor, trendga chiqqan, shunaqa gaplardan qo'ying. Uzoq bo'lsin. Telegramlardan ko'rib turibman. Mani gaplaringiz aylanadi. Men garchi anaqa qilmasangiz ham men taniyman sizni. Rahmat. Jahon akamni mana ko'rdingizmi, Chingiz mana Jahon akamni ko'rdingizmi, katta kichik demasdan hammani bir xil hurmat qilganlar. Nechta odamni san'atga olib kelib tiqqanlar. Nechta odam Uzoq bo'lsinmi? hozir bo'lib ketgan. To'g'risini aytsam, chalib shoshib qoldim. Ya ne shoshib qolasiz? Men ko'rganman sizni. Qo'lda gaplaringiz aylanib yuribdi hamma yoqda. Shunday buyuk insonlar bilan ko'rishaman deb o'ylamagan edim hech. Buyuk emasmiz hali. Assalomu alaykum. Azamatjon, assalomu alaykum. Ikkinchi shartim, shunday o'tirib qo'lingga shunday tishasan joylab. Devorga suv yuborasan. Nima qilyapsan desam, shpaklovka qilyapman deysan. Ikkinchi shartim, shunday o'tirib qo'lingga shunday tishasan joylab. Devorga suv yuborasan. Nima qilyapsan desam, shpaklovka